はい、皆さんこんにちは。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. はい、私ですね、ちょっとこんなファンキーな髪型をしてありますけど、会社の役員をやっている玉田と申します。Sochtirmagi odatiy bilan sal boshqacharoq unga e'tibor bermaysiz, lekin tishimni olish kompaniyasidan hozir hisoblanadi. デザイナーをやっていまして、このイラストも私が描かせていただきました。Albatta bu yerda mana hozir yozilgan bu dizaynni ham o'zim chizdim. 今、失礼しました。スライドショーになっているから、はい、ではですね、先ほどからご紹介させていただきました電子簿記手帳並びにですね、看護師研修のラダーカリキュラムの、システムを、ご紹介させていただきます。Yuqorida tushuntirib o'tilgan barcha ya'ni prezentatsiyalarni jamlagan holda ona bola elektron kundaligi va umuman boshqa bir qancha platformalar haqida ruxsat bilan tanishtirib o'taman. はい、ありがとうございます。でですね、切り替えさせていただいて、ちょっとですね、簡単に弊社のシステムをご紹介させていただきます。今回のシステムのベースとなります LMS システム、ラーニングマネジメントシステムというものになります。Albatta bu barcha platformalarni o'zini ichiga qamrab oladigan masofaviy elektron platformasi Knowledge Delivery haqida ozgina ma'lumot beradi. こちらがですね、今回の電子簿記手帳のベースのシステムとなりまして、弊社デジタルナレッジでも3000社、30年にわたりまして、3000社に使っていただいているシステムなので、ぜひご安心いただければと思います。Albatta bu masofaviy platformasi bo'yicha xotirjam bo'lishingiz mumkin. Ya'ni 30 yil ichida 3000 dan ortiq kompaniyalarga joriy qilganmiz. はい、ではですね、電子簿記手帳のシステムを簡単にご紹介させていただきます。Va ruxsatlardan ona bola salomatligi bo'yicha elektron anketa bo'yicha tanishtaman. はい、先ほどですね、病の方から母子手帳のご説明させていただきましたので割愛しますが、日本で75年の実績を持っている健康手帳というものになります。Albatta, ona va bola salomatligi bo'yicha qo'llanma nima va uni ahamiyati va asosi bo'yicha tushuntirib o'taman. ちなみにですね、このスライド私、Google 翻訳とかそういったところでですね、翻訳させていただいているので、ちょっと読みづらかったらご勘弁いただければと思います。Kichkina narsani tushunishni iltimos qilaman, ya'ni qisqa bo'lganligi uchun slaydni yapon tilidan o'zbek tiliga Google tarjima qilganman. Ozgina xatoliklar bo'lishi mumkin, uni to'g'rilasin deb yozdim. はい、で先ほどご説明したように、母子手帳全世界で使われております。Albatta, ona va bola elektron daftari butun dunyoda hozir qo'llanib bormoqda. はい、でですね、今回この母子手帳、なぜデジタル化が、させていただいたのかというところですね、これ4つ、ありますけれども、まず情報の一元化、電子化をすることによって、一元で管理をすることができるようになっています。Albatta bu ona va bola salomatligi bo'yicha elektron daftarcha nimaga elektronlashtirilgan degan bo'lsak, mana bu yerda ham yozilgan. Buni osonlashtirish va ya'ni rus tilida lyotka dasturli bo'lishi uchun qilingan. で、あと2番目のポイントとしては、デジタル化することによって、ちょっと書き忘れてですね、その日書かなかったといったところも、お知らせのメールとかですね、SNS でリマインドが届いて、システムの方で、登録できる形になっております。Albatta, ona va bola salomatligi bo'yicha elektron daftarchada yozish esdan chiqqan yoki qayd qilish esdan chiqqan ko'pgina muhim daraxtlarni o'zi eslatma sifatida ma'lumot kelib turadi, o'zlimiga kelib turadi. はい、あとですね、3番目は緊急時の安心という形で、何かですね、急病があったとき、病院に行ったときにですね、健康手帳を忘れてしまったという場合に、スマートフォンから、先生の面接することができる形になります。Albatta, shoshilinch vaziyatlarda o'zini anketasini ololmadi yoki topolmadi, qanaqadir qiyinchilik paytida o'zini telefonida bu ya'ni ilova sifatida ko'rinishda bo'ladi va doktorga o'sha joyda bemalol ko'rsatsa bo'ladi o'zini tarixini, salomatlik tarixini. はい、で最後にですね、
妊婦さんとかですね、本人だけではなくて家族の情報が、登録ができますので、日々家族の中で共有をして一緒に成長していけることができます。Albatta, homilador ayolning o'zi emas, bo'yicha oilaning qolgan vakillari ham bu yerga o'zini salomatlik tarixini qayta qilib olsa bo'ladi va bir-birini salomatligidan boxabar bo'lib, ko'rib, masofadan turib bir-biriga qayg'ursa bo'ladi. はい、ありがとうございます。で、母子手帳ですね、3つの、機能がありまして、まず電子母子手帳、あとお薬手帳、最後にですね、健康管理の手帳という機能を用意しています。Bunda 3 ta asosiy funksiya mavjud bo'ladi. Ona bola salomatligi, dorilar bo'yicha ya'ni funksiyasi bo'ladi hamda umumiy sog'liqni ko'rsatkichlari bo'yicha funksiyasi bo'ladi. はい、で電子母子手帳の使い方なんですけれども、本プロジェクトのまずホームページがありまして、そちらの方からアプリケーションをダウンロードしていただいて、皆さんお持ちのスマートフォンで使えるようにしています。Albatta bu qanaqa ishlatiladi desak, buni o'zini sayti bor. Saytga kirib turib, smartfoningizdan skачать qilib, ya'ni telefonda ilova yuklanadi va usturovka qilinadi. はい。でですね、母子手帳の、入力の方法ですけれども、妊娠時の入力につきましては、このような画面でですね、妊娠の経過、例えば、体重だったり、子宮の大きさが大きくなったっていうのをですね、お医者さんに言われた情報を入力していただく形になります。Albatta bunda homilador ayol o'zini homilalik davridagi o'zgarishlar, o'sishlari, barcha o'sha vaznidan tortib hamma ma'lumotlarni sekin kiritib bora oladi. はい。あとはこういった形で日々のですね、体調、気分だったりとか、あとメモですね、先ほど容断の方が紙の本のやつでですね、日本は書いておりましたので、こういったメモの機能もついておりますので、日々の何か困ったことみたいなのをメモできる形になっております。Albatta bunda yana kundalik joyi ham bor. Unda o'zini his qilayotgan his-hayajonlari, umuman yozib qo'yish kerak bo'lgan qiyinchiliklari, qanaqadir og'riqlar yoki nimadir bo'lgan bo'lsa, doktor bilan maslahatlashganda aytaman degan narsalarni esdan chiqarib qo'ymaslik uchun yozib kiritib bo'lsa ham bo'ladi. はい、次ですが、生まれた後ですね、生まれた後の子供の成長記録というのも入力することができます。Albatta bola tug'ilgandan keyingi bolani o'sishi, rivojlanishi bo'yicha ham qanaqadir o'zida savollari, gumonlari bo'lsa, uni ham kiritib borsa bo'ladi. はい。日々ですね、データを入力していきますけれども、その確認する方法を簡単にご紹介させていただきます。何の確認ですか？ごめんなさい。じゃあもうで登録したデータ。Albatta kundalik kiritib borilgan ma'lumotlarni tekshirib ko'rish imkoni bo'ladi. こちらはですね、アプリケーションではなくてですね、先ほど説明しました、LMS システムの方からログインして確認しています。Albattaお医者さんとの確認。自分で確認しています。Albatta o'zini natijalarini, umuman sog'lig'ini monitoringini yuqorida aytib o'tilgan masofaviy ta'lim platformasi bor. Knowledge orqali tekshirib bora oladi. はい。ミラーキングシステムからも日々の入力ができまして、入力を行った内容というのを記録データと、母子健康記録として確認することができます。Va masofaviy ta'lim platformasi bo'yicha boya aytib o'tilgan 3 ta katta funksiyasini ham ma'lumotlari yuklanadi va u orqali ham o'zini sog'lig'ini tekshirib, muntazam ko'rib bora oladi. はい。登録できる、確認できるデータの、一覧になります。まず、妊娠経過ですね。妊娠1月10日、10ヶ月の10日という形になりますけれども、それごとに、どのくらい体重が増えているかというのを、グラフで表示することができます。Albatta u platforma orqali kiritib borilgan ma'lumotlarni o'zi analiz qiladi. Degan funksiyasi ham bo'ladi. はい。あとはですね、子供の情報も登録しておりますので、乳児の記録ですね。乳児の体重や身長が、生まれた後のですね、子供の記録も確認できます。Bir xil ravishda onaniki ham bo'lsa, bolaniki ham bo'ladi. Bolani rivojlanishi, vaznini ortishi, o'sish ko'rsatkichlarini ham kiritib boradi va uni analiz qiladi. はい。すみません。ですね、次
にですね、マイページとあと幼児ですね、子どもの記録、こちらも、身長体重で見られますし、全体の、身長体重のグラフをですね、プロット線と、ちょっと、専門用語ですけど、そのグラフも見ることができます。Albatta onani ham bolani ham sog'lig'ini monitoringini taqqoslagan holda qanday ketyapti, uni ham birgalikda ko'rib bormoqchi bo'ldik. はい。で、日々つけているデータというものですね、妊娠の経過や子どもの成長というのは、画面の方から確認できますし、間違いがあったときはですね、こちらから修正をすることができる形になっています。Albatta buni ya'ni yozib olingan ma'lumotlarni keyinchalik tahrirlasa ham bo'ladi. Ya'ni shifokor bilan maslahatlashgandan keyin u noto'g'ri kiritgan bo'lsa, o'shani keyinchalik tahrirlash to'g'rilash imkoni ham bo'ladi. はい。あと先ほどですね、営業の方が説明しました家族のデータですね、10人分の家族データも登録することができます。Albatta ona va bolani o'zi emas, bitta akkaunt olinsa, u bo'yicha oilani yana 10 nafar umumiy a'zolarni ham xuddi shu funksiyalardan foydalanish huquqi beriladi. はい。登録できる情報は、個人情報と、基礎情報、あと症状という形になります。Albatta shaxsiy ma'lumotlari, umuman sog'liq bo'yicha ma'lumotlari alohida saqlanadi. はい、この個人情報ですね、含まれて、セキュリティどうなっているんだという話がありますけれども、システムのサーバーはウズベキスタンに立っておりますので、ご安心いただければと思います。Albatta shaxsiy ma'lumotlarning barchasi saqlanadigan server O'zbekistonda joylashgan. Uni xavfsizligi bo'yicha olib qo'yilsa ham bo'ladi. はい、ではですね、次にラダー研修、看護師研修、ラダーカリキュラムの方を簡単にご紹介させていただきます。Keyinchisi radar o'quv dasturi bo'yicha hamshiralar markazini oshirish bo'yicha tushuntiraman. はい、先ほど市村さんの方からご説明したラダーのですね項目、それがですね、イラーニングシステムの方で学習できます。Albatta hamshiralar malakasini oshirish bo'yicha, ya'ni radar malaka oshirish platformasi o'quv dasturi bo'yicha uni ham masofaviy ta'lim platformasi Knowledge Delivery orqali o'qitiladi. はい。で、受講者の方ですね、看護師の方っていうのが、ページの方から、ログインしていただきまして、カリキュラムの方を受講し、で、受講し終わった後ですね、ご自身のマイページというのが機能がありまして、そちらから、進捗だったり、スキルの方を確認することができます。Malaka oshirish platformasida ham o'zining sayti bor. Sayt orqali mana ID beriladi, yangi ID olindi va u bo'yicha elektron ta'lim platformasiga kirib, o'quv dasturida qatnashadi va meni sahifam joyi bor. U yerda siz qancha o'qigansiz, qaysi kontentga qancha vaqt ajratdingiz, barchasi yana analiz qilib, sun'iy intellekt orqali natijalaringiz ham bo'lib boradi. はい。でですね、こちらの、最後に確認できるマイページの機能なんですけれども、2つ機能がありまして、まず左側の方が、ラダーカリキュラムの、進捗、ラダーカリキュラムに付与されております単位の数があります。こちらを取得できているかどうかというのを確認できます。Albatta bu meni sahifam oynasini ko'rinishi. Bu yerda kursdagi baholaringiz birinchisi, ta'lim mening sahifamdagi shu mana ko'nikmalarni baholash, ya'ni siz qancha o'qigansiz, o'qimay qolgan kontentlar bormi, qaysi birini chala ko'rgansiz, oxirigacha ko'rgansiz, buni barchasi o'zi platforma sizga ko'rsatib turadi. はい。で、あと右側の方が、スキルの評価となってまして、看護師研修なので、それを看護師さんが受講した後に、この人ちゃんとスキルが身についているかなというのを、その受講した看護師さんの、上司の方だったり、メンターの方が、確認をして評価をする機能がついています。Albatta bunda yana admin akkaunti bo'ladi. U yerda rahbar tomonidan yoki shu malaka oshirish dasturini tizimli olib borayotgan shaxs tarafidan hamshiralar qaysi hamshira qanaqa o'qiyapti, shuni monitoringga borib borsa bo'ladi. Ya'ni oxirigacha ko'rdimi, o'qidimi, bahosi qanaqa. ちょっとメンバーにさせていただき
ましたけれども、メンターの方がですね、e ラーニングシステムの方から、こちら、まず、評価する対象を選択し、そこから、本人がですね、登録した内容というのを評価するという機能がついています。Bu yerda shu yuqorida aytib o'tilgan admin tarafidan qaysi hamshirani baholamoqchi, sahifasiga kirib ko'rmoqchi, qancha o'qiganini barcha funksiyalari bo'ladi. はい、本人が入力した、スキルの採点と、コメント、それに対して評価者の、採点とコメントを入力することができます。 Albatta baholayotganingizda kommentlar ham kirgizish imkoni bo'ladi. Ya'ni o'sha o'quvchiga misol uchun buni chala ko'ribsiz yoki buni 2 marta ko'ring yoki bu bo'yicha ko'rgansiz va natijalaringiz past, yana bir marta ko'rishingizni tavsiya qilaman degandagi kommentlar unga tavsiyalar berib bora olasiz. はい、で最後にですね、評価を、完了いたしまして、受講者の方、は自分のご自身のですね、スキルがどれくらい、進んでいるかどうか、進捗がどれくらい進んでいるかを、印刷できる、oxirida ダウンロードします。 oxirida o'quvchini 5 ta kursi bor va o'qib tugatgan, 3 tasi hali ko'rilmagan va umumiy natijalari soat vaqtlarigacha va buni yana chiqarib olsangiz ham bo'ladi natijalarni. はい。最後になんですけれども、管理者の方ですね、メンターの方もそうなんですけれども、システムの管理機能で、その対象を絞り込んで、その受講者がどれくらい進んでいるか、全体で把握することもできますし、ファイルでダウンロードすることもできますので、そちらぜひご利用いただければと思います。 Va oxirida umumiy misol uchun har bir hamshira bo'yicha hozir tushuntirilgan bo'lsa, umumiy guruh bo'yicha ham hamshiralarni guruhga bo'lib registratsiya qilingan bo'lsa, guruh bo'yicha ham qaysi guruh qanaqa natijadaligini ham monitoring qilib borsa bo'ladi. Rahmat e'tiboringiz uchun. Buni hozir mana ona va bola daftarchasini hozir ochildi. Buni ko'rishingiz mumkin. Demak, bitta omma davri degan batafsil o'sha sanaga kiritib boriladi. O'sha bajadan uzunligi, bel aylanmasi, qomosimi, hammasini kiritib boriladi. Kiritilgandan keyin, はい、ありがとうございます。で、こういった形でコンテンツを、から情報を入力して、でですね、自身の、登録したデータというのをメタグラフで確認することができます。 endi sahifada kiritilgandan keyin sizga mashinasini bossa, bitta hammasi diagrammada ko'rinadi. Buni bemalol o'sha xohlagancha boshqarib o'ziはい、簡単にシステムをご紹介させていただきました。ありがとうございました。